Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Yana biza hozir Makka Madinaning eng baland cho'qqisine chiqdik. Hozir soat 4dan 48 minut. 5da hamdod o'qiladi. Shuni kutib o'tiribmiz. Balanddamiz yana. Eng baland. Balandda o'tiribmiz. Sizlar ham shu yemak nasib etgay, Allohim Parvardigorim. El yurtimizni gunohlarimizni o'zing kechirgaysan, marhamating ayirmag'aysan Xudoyim. Farzandlarimizga, qarindosh tug'an, qo'ng'ishuvalarimizga hammasini Xudoyim ofiyat etgaysan Allohim. Yo'llarimizni ochib bergaysan, amalsa uylarimizdan borgaymiz. Shu videoni ko'rgan hamma shu yo'llarga kelgay Xudoyim. Jonim Allohim shu yo'llarga kelib namoz o'qib, duolar etgay Allohim Parvardigorim. Hamma shu yerda o'tiribmiz. Alamon pach. Sizlarga har bir yeri, har bir joyini ko'rsatib borayotirman. Parvardigorim. Yurib, sevinib o'tiringlar. Sizlar ham shu yerlarga yetirgay Xudoyim. Bu prosmotr uchun tushirib turganim yo'q. Shu odamlar hammasi shu yerga kelishga havas etsin, men ham borayin degan umid bilan Xudojonim kelgaysizlar ham. Umidlaringiz Xudoyim ro'yobga chiqsin. Allohim gunohlarni o'zing kechirgaysan bandalaring.